Meni anglashim, Allohga ibodat qilish bu minnatdorchilik bildirishdan boshlanadi. Bu Allohdan nimadir so'rash emas, balki shukr qilishdir. Ammo bizni doim nimadir so'rashga o'rgatishgan. Bizning ichimiz kambag'al, ichki dunyoyimizda qashshoqlik va yetishmovchilik bor. Shuning uchun ham biz doim Allohdan nimadir so'raymiz va buni ibodat deb hisoblaymiz. Mana kelgusi 45 kun davomida Allohdan hech narsa so'ramaslikka, aksincha faqat minnatdorchilik bildirishga harakat qilib ko'ring. Allohga ayting: Ey Allohim, sen menga juda ko'p narsa berding. Men bunga loyiq bo'lmasam ham, sen menga juda ko'p narsa beryapsan. Buning uchun sendan minnatdorman. Bor narsangiz uchun ham, yo'q narsangiz uchun ham shukr qilib ko'ring va shunda hayotingiz o'zgarayotganini, ichingizdan ulkan energiya ochilayotganini ko'rasiz. Lekin bizni so'rash orqali ibodat qilishga o'rgatishgan. Aslida esa haqiqiy ibodat bu minnatdorchilikdir. Bu hech kim bilmaydigan koinot siri. Shunday qilib ko'ring. Lekin ego, ya'ni menlik doim so'rashni boshlaydi. U doim nimadir xohlaydi. Qachonki siz Allohdan, butun dunyodan, o'zingizdan va boshqa insonlardan minnatdor bo'lishni boshlasangiz, ichingizdagi sevgi ochiladi va ego yo'qola boshlaydi. U parchalanib ketadi. Chunki minnatdorchilik va sevgi egoni yo'q qiladi. Ha, aytgancha eslatib o'taman, meni yopiq Telegram klubimga a'zo bo'ling. U yerda pul bo'yicha juda ham ko'p texnikalar bilan bo'lishib boraman kun davomida. Link opisiyaniyada qoldirilgan. Kanalimizni topish uchun Telegram platformangizga xuddi shunday qilib Simara 369 deb yozasiz va mana bizni asosiy kanalimiz linkini mana shu yerdan topasiz.